O'zbekistonda eng ko'p sotilgan avtomobillar ro'yxati e'lon qilindi. O'zbekistonda 2026-yilning birinchi choragida qariyb 108,8 ming yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 11,8% ga o'sishni ko'rsatadi. Xususan, Cobalt ishlab chiqarish 32,2 mingtadan 38,4 mingtagacha, Tracker esa 10,5 mingtadan 17 mingtagacha oshdi. Shuningdek, Kia 6,1 mingtadan 7,1 mingtaga, Haval 1,9 mingtadan 3 mingtaga va BYD esa 2,9 mingtadan 5,1 mingtagacha o'sdi. Shu bilan birga Damas 22,4 mingtadan 21,5 mingtaga, Onyx 11,8 mingtadan 8,9 mingtaga va Cherry 2 mingtadan 1,9 mingtagacha kamaydi. Bundan tashqari, maxsus avtomobillar ishlab chiqarish 7,4 mingdan 12 ming donaga, yuk avtomobillari hajmi 915 dan 1,2 mingga oshdi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.